Juma kuni azizlar tirnoqlarni olishdik mana qarang. Bitta maslahat mana shu yerda insonlarga, azizlarga bitta yaxshi tavsiya, ham sunnat bu, ham shariatimiz talabi. Tirnoqni hammamiz bir haftada bir olamiz, iloji yo'q. Mana shu tirnoq olishlikni juma kuniga to'g'rilab oling azizlar. Sizga maslahat. Tirnoqni kech payt olsa ham bo'ladi. Ahmad ibn Hanbaldan so'radilar, tirnoqni kech payt olsa bo'ladimi deganlarda bo'ladi dedilar. Dalil bormi? Bor. Qaysi dalil? Payg'ambar alayhisolatu vassalom aytganlar, yaxshi ishlarni hech ham kechiktirmanglar deganlar. Kech payt qo'lingizga o'sha ko'sachka deydi-ku, shu kech payt o'sha qaychimi, ko'sachkami qo'lingizga tushib qoldim, ovoravering tindag'ingiz. Yaxshi ishimni kechiktirib yotmang. Demak, tirnoqni kim juma kuni olsa, hop, Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Kim juma kuni yoki juma tunida tirnog'ini oladigan bo'lsa, Alloh taolo ana shu bandani jasadidan jamiki dardni chiqarib yuboradi degan. Jamiki darddan forig' bo'ladi. Ana shu bandani tanasiga Alloh taolo shifoni kirgizadi deganlar. Hammamiz ham bir haftada bir tirnoq olishimiz bor-ku. Xuddi shuni jumaga to'g'rilab oling. Juma kuni to'g'rilab oling. Keyin azizlar, tirnoq olishlikda ham, tirnoq olishlik juma kuni sunnat bo'lsa, tirnoq olishlikda o'zini sunnat ko'rinishi ham bor. Ko'pchiligimiz bilmaymiz. Ko'pchiligimiz qaychini o'sha ko'rsatgan olamizda bir boshdan olaveramiz. Tirnoq olishlikda sunnat ko'rinishi azizlar, o'ng qo'ldan boshlashlik kerak. O'ng qo'ldan boshlab, mana bu ko'rsatqich barmoqdan boshlaymiz, qarang. Shu meni yaqinimdagilar qarab o'rganib olsangiz yaxshi bo'ladi. Mana bu ko'rsatqich barmoqdan boshlaysiz. O'ng qo'lingizni ko'rsatqich barmog'ini birinchi olasiz, keyin o'rta qo'l deymiz. O'rta qo'lni olamiz, keyin mana bu nomsiz barmoq, jimjiloq. Mana to'rov barmoqni oldiga, keyin chap qo'limizdan boshlaymiz. Chap qo'limizni jimjilog'i, nomsiz barmoq, o'rta barmoq, ko'rsatqich barmoq, bosh barmoq va oxiri o'ng qo'limizni bosh barmog'i. Tushunarli bo'ldi? Mana atay syomka qilyapmiz, kanallarimizni ham qo'yamiz, xudo xolasa. Ko'ralmaganlar kanaldan ko'raverasizlar. Mana shu tirnoq olishida sunnat ko'rinish. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday ko'rganlar. Shuna tirnoqni olganlar. Bu qo'llarini azizlar, qo'llarini shuna olganlar. Endi haligi vaziyat kelib qolganda, mavzu ochilib qolganda aytib o'tib ketyapmiz, endi foydali manfaat o'zi asli boshqa mavzuni gapiryapmiz. Endi oyoqni-chi desalar, oyoqni o'ng oyoqdan boshlaganlar, jimjiloqdan boshlab o'ngdan chapga bir boshdan olaverganlar. Oyog'ida tirnoqlarini olishni sunnat ko'rinish shu bo'ladi. Jimjiloqdan boshlaysizda, o'ng oyog'ingiz jimjilog'idan chapga qarab ketaverasiz. Oxiri chap oyog'ingizni jimjilog'ini olasiz. Oyoqni tirnog'ini olishdagi sunnat ko'rinish mana shu. Qo'ldagi esa hozir aytganimiz. Qo'lda tirnoq olishlik sal boshqacharoq. Ko'rsatqich barmoqdan boshlab o'ngga qarab yurasiz, chap qo'ldan keyin o'ngga qarab kelasiz. Tushunarli bo'ldi azizlar. Qarang. Kim juma kuni tirnoqlarini oladigan bo'lsa, Alloh taolo ana shu insonni badanidan jamiki dardni chiqarib yuboradi. Badaniga shifoni kirgizadi. Shuna ulug' kun bu azizlar. Shunaqangi barakotli kun. Bu kunda har bitta daqiqasini, har bitta onini, har bitta soatini g'animat biladigan kun.